Yaqinda nimaga kirdim? Broiler fabrikasiga kirdimda. Broiler fabrikasida tovuqlarga taqiqlangan antibiotiklar gormonlarni gupillatib urishyapti. Hali o'sha tovuq go'shtini do'kondan sotib olib turib muzlatkichda haligi nimasiga emas, eng sovuq joyiga emas, sal pastrog'iga qo'yingda ertalab bilchillab qoladi go'sht. O'sha dorilari ko'pligidan-da. O'sha yerda bir syomka qilib chiqsam, kerak emas narsani suratga olganim uchun qo'limga urib, telefonda olib o'chirishdi hammasini. Hamma do'konga kiring, hozir o'sha go'shtlar bor. Bir nazoratsiz o'sha antibiotiklarga, gormonlarga to'yingan go'shtlar, tuxumlar, unlar zaharli, palma yog'iga to'yingan sut mahsulotlari. Bola nima